Hormatly jamaat, bir nersege bir kichkina qazaka ruxsat qilsa tushuntirib ketaylik. Biz Sovetlik mamlakatmiz. Sovetlik deseyle kebirler, janavi bilimi yo'qlar o'ylayveradi. Bu misol uchun dinsizlarning mamlakati degani yo'q. Biz to'g'ri tushunaylik. Sovetlik mamlakat degan terminning o'zi, misol Sovetlik bo'lgan diniy ishmarlar, diniy obyektlar, diniy ishmarlar mamlakatning xizmatına, mamlakatning yumuşuna biz kirisha olmaymiz. Mamlakat özünün cheginde özü yumuşuna olib boradi, dindarlar biz mamlakatning yumuşuna kirisha olmaymiz. Biroq jana shaylov boshqa narsalarga borib, shaylaganga, jildirganga o'quvimiz bor, biroq agitatsiya qilgan o'quvimiz yo'q. Tushundingizmi? Propaganda agitatsiya qilmaymiz. Biroq biz o'shanday bo'lsak da mamlakatlik xizmatning ishini, mamlakatlik ishlarga kirisha bo'lsaqlarda, mamlakat dindarlarning ishini, mechitning ishini qamqorlik qila turgan, o'shalarning ishini ko'zimildaganda mamlakatning haqqisi bor. Ana janob konstitutsiyada din bo'lak, mamlakat bo'lak desak, biz dindagi odammiz, mechitni savol bilganimizni qilamiz degan bu to'g'ri emas. Bu nizomga da shariatga da to'g'ri kelmaydi. Buni yaxshilab tushunamiz. Biz Xudoga ming shukr qilishimiz kerak. Komşu mamlaketlerine qaraganda bizning mamlakatimizda dinge degan erkinlik o'ta cheksiz berilgan. Kecha bir yil davlatdagi tıxildaganda olib saldilar, o'shaning o'zi qanday duvildatdik. Bütün respublikada hech kimni tiyib sala olgan. Biroq biz kichkina chekdan chiqishimiz kerak. Shuga shukr qilib yashaganda o'rganishimiz kerak. Kebir komşulash mamlakatlarda azandı açık ayttirib qo'ygan. Buna Tajikistan'ın prezidenti bundan 2-3 yıl burun paxta terген adam yok deb Ramazan ayın qışta tutasınlar deb Ramazan'ı qışqa jıldır görmez. Allah'ın farzı qışqa jıldır görmez. Bizde mamlaketimiz jardam berip atpaydı. Meçitlerimizin eşiğini açıp koydu. Medreseler köveydi Xudoga şükür. Dini hormatlikdir berip atar. Bardıq rayonni xatiplerge maşina mingizip berip atar. Mana hozir ayıl hökumetinin dengenindeki imamlar 3-4 ay bo'lib qoldi, 8 sonuna ayılga o'tadi. Bunday aytganda ayıl hökumetlarda, ayıl hökumetinin dengeninde imamlar baş imamlar. Aleni mına Xudo qalasa apreldan boshlab, mayning boshida ekan, jalpi imamlarimizga ayıl chiqadi. Bunun büt bardigi endi mamlakatimizning bizga degan qamqorligi bo'ladi. Anam bizlar mamlakatning intimaq uchun söylep qo'ysak, mamlakatning so'zini söylep qo'ysak, oy bular saray moldaları, bular hökumetning moldaları, men aytib o'tir, bu hökumetning adam bilgan milisiyada ishlagan bu polkovnik bo'lish kerak hozir deb. Bu ahmoqlarning so'zlari da. Ilgari men bir narsani aytib qo'yayinda, biz sayıs kezinde imamlik qilib turganda Rahmatli Ziyoviddin Babaxonov qarakayda oga deydi. Bizning bir yüzümüz ak bo'lsa, bir yüzümüz qora bo'lishi mumkin deydi. Biz de sayısın vaqtida hökumet anı qilba, bunu qilba deb bizga tiyib savatsa da deydi. Biz deydi o'shaga ma'qul bo'lib, jana shariat aytadi, qiyomatning oldida din tutgan adamlar bir qo'lida cho'qni qarmabdi. Bir qo'limizda cho'qni, bir qo'limizda Qur'onni qarmab, biz shunday xizmat qildik deydi. Mamlakatnikinde atqarib, bir yoqda diniy ishlerimizda atqarib, shu ishni bir yoqqa qarab o'tkazdik. Agarda o'sha sayizning vaqtida qanchalagan bizning jana tug'anlarimiz Altınxon to'ra tarozilar beylikka bosh yeganlikdan chet mamlakatga qochib ketishdi. Qanchalagan din xizmatkorlari qirilib o'ldi. Biroq o'sha yerda Ziyoviddin Qarako'zga o'xshagan qarakelar, keyingi Muhammad Yusufga o'xshagan ustozlar, bizning Mulla Sabir domlalar, Mulla Afsatar domlalar hökumetlikinde rahmat xo'p deb bu yoqda dinning ishini olib borib, o'sha dinsiz vaqtdagi vakuum kezinde dinni bizga sep bilan bizga yetkazib berdilar. Buni hozirgi bilim